Qashqadaryoda ancha yildan beri yurtdoshlarimiz orasida o'zining sifatli tibbiy xizmati bilan mehr qozona olgan Saxovat tibbiy markazi haqida ma'lumotga egamisiz? Hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Saxovat tibbiy markaziga kirib kelishingiz bilan birinchi qavatda sizni xushmuomala hamshiralar va ro'yxatga olish bo'limi kutib oladi va kuniga 500 nafardan ortiq mijozlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Bu yerdan siz markazdagi istalgan tibbiy ko'rik, laboratoriya tekshiruvlari uchun navbat olishingiz mumkin. Tibbiy markazda travmatolog, ortoped, ginekolog, endokrinolog, terapevt, nevrolog, nevropatolog, gepatolog, lor, urolog, pediatr, kardiolog va xirurg kabi tajribali shifokorlar xalqimiz uchun doimo xizmatda. Bundan tashqari yurtdoshlarimiz ambulator va statsionar muolajalar, fizioterapiya, hijama, ayollar, erkaklar va bolalar uchun massaj kabi xizmatlardan ham foydalanishingiz mumkin. Markazda tekshiruv jihozlari ham eng so'nggi rusumda, zamonaviy, jahon standartlariga javob beradi. Jumladan UZI, Doppler, rentgen, EEG, fibroskan, EHKG, EKG kabi tekshiruvlar amalga oshiriladi. Eng qulay tomoni, ushbu tekshiruv natijalarini siz ovora bo'lmagan holda tibbiy markazning Saxovat Qarshi bot Telegram boti orqali onlayn tarzda olishingiz mumkin. Bemorlar uchun 1, 2, 3 kishilik barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan palatalar mavjud bo'lib, har bir bemorga yangi choyshablar taqdim etiladi. Har kuni 3 mahal issiq taom bemorlarga vaqtida taqdim etiladi. Markazda operatsiyalarning barchasi muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilib kelinmoqda. Sababi xirurglar katta tajribaga ega, jihozlar esa Yevropa standartlariga to'liq javob beradi. Operatsiya xonalarida ham barcha shart-sharoitlar mavjud. Lift, 60 kishilik o'quv xonasi, sport zal doimo xalqimiz xizmatida. Xalqimiz xizmati uchun Toshkent reabilitatsiya markazidan oliy toifali shifokorlar tez-tez tashrif buyurib turishi ham ajoyib holat. Agar sizga ham Saxovat tibbiy markazi shart-sharoitlari va tibbiy xizmati qiziqish uyg'otgan bo'lsa, markazga tashrif buyuring va o'zingiz amin bo'ling. Saxovat tibbiy markazi manzili: Qarshi shahar, Islom Karimov ko'chasi, Mo'ljal, Qarshi temir yo'l vokzali yaqinida.